Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugun Sharxon tuman Bekbachcha MFga joylashgan 2703-2704 kontur raqamli konturga yetib keldik. Ushbu konturda Qizillo'ya mahsuloti yetishtirilyapti. Qizillo'ya mahsulot mikrokredit bank homiyligida 74 ta fuqaro ishtirokida Bekmet tet ishlab chiqarish kooperativi bilan birgalikda yuqori daromad olish maqsadida Qizillo'ya mahsuloti yetishtirilyapti. Ushbu yerda ham makka mahsuloti, bu Qizillo'ya nimasida salqinlashtirish maqsadida makka mahsuloti ekilar ekan. Bu yaqinroqdan olib ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu makka mahsulotini orasini oralatib ekilar ekan bu narsa, to'liq nima emas. Salqinlashtirish maqsadida. Bu ham 90 va 100 kunning ichida yetishtiriladigan mahsulot bo'lib, hozirgi kunda o'sha hosil qilish holatiga kelgan. Ushbu konturimiz 10 gektardan iborat 74 ta fuqaro ishtirokida 10-15 soti hisobida bo'lingan ushbu fuqarolarga. 20 ba'zi holatda masalan 25, qaysidir fuqaroga 25, qaysidir holatda 15 holatda bo'lingan 74 ta fuqaro ishtirokida. Ushbu Qizillo'ya mahsulotdan gektar hisobida 15 tonnadan 18 tonnagacha mahsulot olish mumkin. Ushbu yerda atrofi mana ro'parasi uylar bilan o'ralgan. Bu yon tomonlari terazor bilan, orqa tomonlari zovur qismiga ulangan ekan. Yon tomonlari va orqa tomonlari zovur qismiga ulangan ekan. Ushbu yerda zunasiga bu eni kattaroq ekan buni. Eni 500 metr, zunasiga 300 metr atrofida chiqadi. Makka mahsuloti oralatib ekilgan ekan. Buni ekin turi agregatorlar tavsiyasiga asosan bo'ladi. Ushbu fuqarolarni o'sha hammasida shu Qizillo'ya mahsuloti.